Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlarga bitta life hackni o'rgatib o'tmoqchiman. Bu doiraning yuzi hamda uning diametrini hisoblash, chiqarib olish hisoblanadi. Buni ko'pchilik bilishi ham mumkin, biladiganlarga eslatma, ko'pchilik bilmayotgan ham. Shuning uchun bilmaydiganlar uchun bu videoni tayyorlayapman. Masalan, sizda doira bor, shuning diametri mavjud, necha millimetrligi. Hozir biz misol uchun 100 mm deb oldim. Buning endi yuzasini uzunligini topishimiz uchun biz nima qilamiz? Buning uchun biz 100 mm da ko'paytiramiz pi ga. Bu pi 3.14 ga teng. Bu degani 100 da ko'paytiramiz 3.14 ga. Bizda javobi 314 mm chiqadi. Bu degani 100 mm diametrlik shaklimizning uzunligi 314 mm hisoblanadi. Teskarisi, sizda diametrimiz doiraning uzunligi mavjud, ya'ni 314 mm. Siz diametrini qanday hisoblaysiz? Buning uchun 314 mm ni 3.14 ga bo'lasiz. Shunda jismning, doiraning diametri kelib chiqadi. Bunda 100 bo'ladi. Ma'lumotdan foydalaning. Xo'sh, foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib ketish esdan chiqmasin.